في طشقند. Aslida bu anjuman Toshkentning boy tarixiy merosini dunyoga tanitishda muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Toshkent ulkan tarixga ega yirik megapolisdir. Biz uchun ushbu konferensiyada qatnashish va unda nutq so'zlash katta sharafdir. Sababi O'zbekistonda nafaqat islom olami, balki xalqaro jamoatchilikka yetkazilishi kerak bo'lgan ulkan madaniy ma'rifiy xazina bor. Xususan bu yerda ulug' olimlar tomonidan qoldirilgan ko'plab bebaho qo'lyozmalar mavjud. Jumladan Imom Buxoriy, Imom Termiziy va Hakim Termiziy kabi yetuk ulamolarning asarlari, Imom Moturidiy kabi buyuk zotning aqoid va tafsiriga oid ilmiy merosi shular jumlasidandir. Allohdan iltijo qilib so'raymanki, bu anjuman ilmiy muloqotlarimizning boshlanishi. Quvonarlisi shuki, ushbu konferensiya asnosida Samarqand, Buxoro va Termiz kabi islom sivilizatsiyasining yirik markazlarini kashf etishga muyassar bo'lib turibmiz. Umuman olganda mazkur yirik xalqaro forumga yuqori darajada puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Buning uchun mamlakat rahbari janob Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga chin qalbimdan minnatdorchilik bildirib qolaman hamda islom ma'rifatini tarqatish yo'lidagi ezgu sa'y-harakatlariga Alloh taolodan muvaffaqiyat va zafarlar so'rab qolaman. تعالى فجزاكم الله عنا كل خير.